Bugun biz o'rganmoqchi bo'lgan biznes bu maymundan odam yasash mumkinligi to'g'risida. Ya'ni barbershop. Bugun barbershop ochish nech pulga tushishi, nech pul foyda olib kelishini o'rganamiz. Qiziqmi? Videoni oxirigacha ko'ring va kanalga obuna bo'ling. Biz boshladik. Bo'lajak biznesmenlar, tanishinglar, Sardor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu aka maymundan ham odam yasash mumkin bo'lgan masterlardan biri. Ya'ni Bunker barbershop asoschilari. Bugun biz shu odamni ishini o'rgangani keldik. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qancha yildan beri shu sohada ishlab kelasiz? Xudo xohlasa 8 yildan oshdi. 8 yil bo'ldi. Bu sohada ishlayotganmiz. Ishlab kelib, o'zingiz отдельный barbershop ochganingizga qancha bo'ldi? Shu Bunker barbershop ochganimizga taxminan 1,5 yildan oshdi. 1,5 yil bo'ldi. Xo'p, bu ideya qayerdan keldi o'zi? Отдельный barbershop ochish ideyasi. O'zi aytadi-yu, kapitan bo'lishni orzu qilmagan deydi-ku. General bo'lishni orzu qilmagan askar emas deydi. Xuddi shunday. O'sha ishni boshlaganimizda shu g'oya bo'lgan boshidan. Shunaqa возможность bo'lib qoldi. Mijozimizdan taklif tushdi. Sponsorlik qilaman dedilar, joyim bor dedilar. Shunday sababchi bo'lib qoldilar. Shu barbershopni ochdik. Xo'p, bu barbershop ochilganiga qancha bo'ldi? 1,5 yil. 1,5 yil bo'lib qoldi. Xo'p, endi nimaga bu joy tanlangan? Lokatsiya bo'yicha. Birinchidan men o'zim shu atrofda bir 3 yildan beri ishlayman. Bundan oldin 5 yildan shu Sergelida ishlaganman. Shu atrofda ishlaganim uchun men bazam ham shu yerda edi. Yana plus tarafi ancha center C5. O'zingizlar bilasizlar, ancha markaz. Shuning uchun ham klientlar oqimi ham yaxshi, ham sharoitlar ham yaxshi. Plus barber center bo'lgani uchun odamlar komfort boshqa narsani servisni yaxshi tushunishadi. Chem shahar boshqa chetlariga qaraganda. O'shaning uchun ham narxi ancha oshiribroq, ham qimmatroq qilib servis ko'rsatsa bo'ladi. Bo'ladi. Endi lokatsiya tushuntiradigan bo'lsak, чтобы odamlar bilish uchun qayerda turganimizni aytib o'tsangiz. Xo'p, C5 bu yoq mustaqillikdan kevurish, Germaniya posolstvosining to'g'risi, Dalshketsi, Pazarka Perikowskiy, Malika chiqib ketdi. Bo'lmasa qilgan ishlarni ko'rsatib berasizlar ichkarida? Bo'ladi. Hop, bu bizning barbershop 7 ta master ishlaydi. 7 ta master. Hop, bu joy olingan payt qanaqa sostoyaniyada olingan joy? O'z to'g'risi oldin ham salon bo'lgan, jenskiy salon bo'lgan. Hamma yoq qip-qizil bo'lgan. Boshida o'zimizga tepasida turib remontini qilganmiz, boshqa qilganmiz. Remontiga qancha mablag' xarajat bo'lgan bu yerda? Общий olib aytganda bir 20 mingga yaqin pul ketdi. Remontini o'ziga. Remont emas, общий. Kreslo, oyna, mebel noldan 20 ming rasxod bilan ochilgan. Xo'p, shu ochilayotgan vaqt qancha vaqt ketgan? Qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan shu barbershop ochilishiga? O'sha aytganimdek, o'zi salon bo'lgani uchun tez bo'lgan. Bir oyga bormasdan remontni bitirganmiz, chunki bizda vaqt ham kam edi, budjet ham cheklangani uchun maksimalni tezroq remont qilib, tezroq ko'chib berishimiz kerak bo'lgan. Hop, o'sha paytda qanaqadir qiyinchiliklar bo'lganmi shunaqa barbershop ochayotganda? Bo'lgan, lekin ancha ustalar bilan ishlash. Hamma joyda ustalar problema qiladi. Nimagadir hamma joyda usta problema. Ancha aytilgan narsalar qilib berilmagan, vaqt cho'zilib ketib qolgan, shunaqangi bo'lgan. Kerak bo'lsa, men o'sha payt ishlaydim. Ishimni tashlab ustidan tepasi turishga majbur bo'ldim. Majbur bitta odam bo'lish. Xo'p, barbershopda yana bo'lish kerak bo'lgan narsa bar kerakli narsami, kerak emasmi bu? Kerak. Bu дополнительный uslubiga kiradi. Bo'lishi kerak deb ham aytolmayman. Misol parfyumeriyalar sotish uchun, mana shunaqa suv, boshqa qo'shimcha servis uchun kerak. Xo'p, bu yerda yana mijozlarni servis ko'rsatish uchun yana nimalar bo'lish kerak barbershopda asosan? Servis ko'rsatish uchun misol ajdanada o'tirgan
mijozlarimiz uchun PlayStation'lar qo'yib qo'yamiz. Mana shunaqa o'sha ajdanada o'tirgan odamlar baribir chanqashi mumkin. O'shaning uchun ham baribir qilib qo'yganmiz. Boshqa Hop, mana shu bar sizlarni servisni ichiga kiradimi yo bu отдельный to'lov asosida bo'ladimi? alohida. Alohida to'lanadi. Hop, Sardor aka, bitta barber uchun kerakli bo'ladigan asbob-uskunalar nimalar bo'lishi shart? Hop, professional servis ko'rsatish uchun baribir yaxshi mashinka, yaxshi qaychi, yaxshi fen, yaxshi taroq, shunga o'xshash mayda professional parfumeriyalar, shunga o'xshash mayda detallar bor. Detallar bo'lishi kerak. Aytganim bilan sanaganimlar ko'pchilik bu narsalarni tushunmaydi, lekin o'sha mayda bo'lib qaralgan narsalar ham $1,500 oshib ketadi, okey? Narxi. Hop, Nabor beradigan bo'lsak. barber uchun naborga necha pul xarajat bo'ladi? Stoli kreslosidan tortib, oyina mana shunaqa hamma narsasi uchun necha pul xarajat qilingan? Bizdami yo o'zimi? Общий shu necha pul xarajat qilsa bo'ladi? Qayonki kerak bo'lsa $200-300 ham oddiy joy qilsa bo'ladi, naborini qilsa bo'ladi. 1,5 2,000 $3,000 gacha nabor qilsa bo'ladi. Bizniki o'rtacha $1,000 atrofida ketgan. Har bitta kreslo, har bitta barber uchun $1,000. Nechta odam ishlaydi bu yerda? Bizani barber shopda 7 ta odam ishlaydi, 3 ta kabinka, 4 ta общийda. Hop, Sardor aka, bitta barber qanday ishlaydi bu yerda? Qanaqa Barberlar qanaqa sistemada ishlaydi? Xo'p, bizda 50-50 ishlaydigan masterlarimiz ham bor. Misol uchun bitta klient keldi, misol 150-200 ming atrofida soch oldirdi. 50% barber shopga, 50% master o'ziga. И yana planga ishlaydiganlar bor. Planga ishlaydiganlar. Ular kunlik miqdorda bitta pul belgilangan bo'ladi. O'sha pulni ishlasa ishlamasa berish kerak. Hop, barber bo'lish uchun qancha vaqt talab qilinadi? Noldan. Qarang, noldan soch olishni o'rganish uchun 2-3 oy vaqt kerak bo'ladi. Lekin professional bo'lish uchun bir xilligi 1 yil ham yetadi, bir xilligi 3 yil, bir xilligi 10 yilda ham professional o'ynaydi. O'zini ustida ishlab professional bo'ladi. Ana o'shanda professional bo'lgandan keyin qaysidir miqdorda yaxshi doxodga kirdim deb aytolmaydi. Bu sohada futbolga o'xshagan transferniy soha bormi? Например, boshqa joyda yaxshi barber bor, uni o'zingizga olib kelmoqchisiz. Shunaqa yo'llari bormi yoki odam o'zi tanlab kelish kerakmi? Unaqa narsa to'g'risi menimcha yo'q bizning sohada, lekin mana siz aytgandek yaxshi barberlar bor. Toshkentda top 3 talikda, top 10 talikda turadigan barberlar bor. O'sha barberlardan biz sotib olamiz, kurs sotib olamiz. Bir kun, 2 kun yoki 5 kunga kurs sotib olib turib, barber shopga olib kelinadi. O'sha barber o'zini bilimini ulashadi, bizning masterlarga o'sha qaysidir miqdorda summaga kelishiladi, o'sha summa beriladi. Bu bilimini ulashib ketadi bizga. Master klass. Xo'p, men bilaman, mana bu barber sohasi O'zbekistonda hozir ancha kengayib bordi, kengayib ketgan. Bu sohada hozir shunga yarasha konkurensiya ham kuchli. Xo'p, sizlar shu konkurensiyaga qanaqa ishlaysizlar? Nimalar qilasizlar konkurensiyaga nisbatan? Konkurensiyaga endi hozir zamon shunaqa, Instagram yurg'azmasi bo'lmayapti. Instagram yurg'azamiz. Oyga boya ham aytib o'tgandim, target yoqamiz. Hozir targetsiz ham iloji bo'lmayapti. Yaxshigina klient olib keladi. Nimaga? Center bo'lishi yana bitta tarafi mana. Center hamma yoqqa bir xilli uzoqlikda yoki yaqinlikda mentorlar bor, qulayliklar borda. Reklama qilsak, boshqa qilsak, hamma tumandan klient kelishi osonroq. Lekin misol men Sergiydan shu narsani ochdim, klientlar menga Yunusoboddan kelish uchun 20-30 kilometr rangiza qilyapti. Odamlarga diskomfort berib qo'yadi. Center bo'lgani shu tarafdan har tarafdan qulay. Konkurensiyaga nisbatan qanaqadir yana strategiya ishlab chiqilish kerakmi barber shopda yoki faqat tajribaga ishongan holda ishlash kerakmi? To'g'risi aka, bu savolingizga men bu sohada yengilman, 1,5 yil stajim bor. Men asosan o'zimni nima desam ekan, stajimdan kelib chiqib, unaqa konkurensiyaga e'tibor bermayman. Karvon ko'p, rizqi bo'lay, o'zimizga yarasha nasibamizni ko'ryapmiz. Xudoga shukr. 1,5 yildan beri yuryapti, minusga tushganimiz yo'q. To'g'risi bu barber shop ochilganda aytib o'tganimdek, bitta klientim sponsorlik qilganda bitta gaplari esimdan qolgan edi. Men bu barber shopni ochishdan maqsad foyda ko'rish emas deganlar. Kimdir meni orqamdan
shu rizqini topsa, shu mani orqamdan oilasini tebratsa, maqsad shu deganlar. O'shaning uchun To'g'ri maqsad qo'yilgan. mani to'g'risi ikkinchi yo'q uchinchi marta soch oldirgan odam menga ishonib $20,000 pul tikyapti. Shunda tayyor joyini berib qo'yganda. Bular bu sohada Shu gaplar esimda qolib ketganda, menda bu barbershop to'g'risi yurg'azaman, foydasiga qizg'aman. To'g'risi hozir ham unaqa katta dohoddaman deb aytolmayman. Xudo xohlasa kelajakda bo'lib qolar, niyat shu. hop kelajakda dedingiz, bu kelajakda planlar qanaqa? Shu bitta barbershopmi yoki buni как sech qilib ko'tarishmi? Xudo xohlasa yaqin o'rtada niyatlar bor. Filial ochish. Filial ochish. Sardor aka, endi bizga tushuntirib bersangiz, mana shu barbershopda bir oylik qiladigan rasxod nimalarga ko'proq xarajat qilinadi? Eng ko'pi barbershopda arendada. Arenda narxi necha pul mana shu joyimizda? Hop, shu o'zi jiloy bo'lgan, ikki xonali bo'lsa, 68 kvadrat joyga men shahar bo'lganim uchun $1,500. $1,500. Hop, mana shunaqa barber ochmoqchi bo'lganlarga minimalniy kvadratura qancha bo'lishi kerak? Endi nechta master ishlatmoqchiligiga qarabdi. Misol 4 ta 5 tadan ham boshlasa bo'ladi. Endi menimcha 50 kvadrat eng kami maslahat beraman, 100-120 ketaveradi. Yana qanaqa kommunikatsiya bo'lishi kerak barbershopda? Nimalar bo'lishi kerak? Shu joy olayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Asosan lokatsiya, qulayligi, iloji bo'lsa birinchi liniyaga bo'lishi shart. Chunki odamlar ko'zi tushadigan joyda bo'lmasa yoki mayli internetdan kelsa ham topib kelishga qiynaladi. Chunki bizga kuniga 10-20 ta odam keladi. Yana plus tarafi parkovkaga ham xabar berish kerak. Parkovka obязательно. Joyda ichki sistemasida yana nimalar bo'lishi kerak asosan barberlarda? Kerakli narsalardan. Chiroq, santexnika. Shunaqa narsalar. Yo'q, основной bizga oki kreslo, oyna, mebel o'sha aytib o'tganimdek professionalniy instrumentlar bo'lsa, rafina, unaqa ortiqcha xarajat. Hop, ochilgandan keyin bir oyga qanaqa nimalarga ko'pincha sarf xarajat bo'ladi? Arendadan tashqari. Bir oylik rasxod. Bir oylik rasxod. Okey. 1,5 ming arendaga ketadigan bo'lsa, yana $500 atrofida rasxod bo'ladi. Bu kommunalka. Ya'ni bizda endi gaz ishlatilmaydi. Основной svetga ketadi, okey. Svet yomon, rasxod ketadi, suvga ketadi, okey. Suv и налоги. Okey. Bizni официальный YTT bilan ochilgan. Dokumentalniy ishlaymiz. Daromad soliq, ijtimoiy soliq to'lanadi, okey. Как положено. Yana nima soliq anaqa rasxodlarga keladigan bo'lsak, aytganimdek 50 masterlar bor. Ularga bizga tarafdan parfyumerlar olib beriladi, sochiqlar, biz одноразовый sochiqlar ishlatamiz. Shunaqa sochiqlar barbershop tomonidan beriladi. Ularga ham rasxod ketadi. O'shalar общий kamida $500-600 ketadi. Yana bizani SMimizga, targetimizga yana shuncha atrofida pul ketadi, $500-600 atrofida. Va endi shuncha rasxod bo'lar ekan, shunga yarasha barbershopda bir oylik оборот qancha bo'ladi? Men bu narsani misol aniq ayta olmayman, chunki bizda plan ishlaydiganlar bor, 50 ishlaydiganlar bor. To'g'risi barbershopda unaqa katta pul qolmaydi. Boshlamoqchi bo'lgan odamlarga unaqa katta pul bilan kirishlikni maslahat bermayman. Tipi pensiyada olib turadigan kichkina miqdorda passivniy dohod kelib turishini xohlovchilar bo'lsa, shu biznesga pul tikishligi mumkin, lekin bu biznesdan kuchayib ketish qiyin. Bilib qo'yaylik. Xo'p, endi qarangda, shu sohada sezon bormi? Bu sohada sezon bor. Asosan qishki faslda dekabr, yanvar, fevralda bizda sezon sal pasayadi, okey. Hamma shapkada. Shunaqa. Hamma shapkada yuradi, soch o'stirib yuraveradi. Sezon payti bo'lsa, sezon payti emas, sezon kuni deydi. Haligi barberlar pulni sochib o'tiradigan kunlar bor. Shunaqa desa ham bo'ladi. Umuman barberga yaqinlashmaydigan, sartaroshlarga yaqinlashmaydigan kunlar, hayitdan bir kun oldin arafali, maktabdan bir kun oldin shunaqa kunlar prям hamma bilishadi o'zi. Hammasi. Xo'p, endi eng asosiy savol, 1,5 yildan beri ishlayapsiz shu sohada. 1,5 yildan beri ishlab turibsiz. Mana shu barbershop ochilgandan beri eng katta foyda qilgan, nech pul foyda qilgansiz?
Okey, aytib o'tganimdek, Bormi qanaqadir определенный mana shu, например, oyiga hamma расходlardan tashqari hammaga berib ellik o'zingizga masalan как владелец sifatida bir 500 ming $1000 ortib qolgan bir foydali pul qolganmi hech bir? Hammasi оборотga ketganmi? Hozir faqat nimaga bunaqa rasda man SMMga yoki boshqa lishni расходlar qilmasam 1,5 ming qolishi mumkin. Lekin man hali startapman, okey? Startap. O'zini pulini o'ziga tiqolmay, hali man sof foydam shuncha deb aytolmayman, okey? Hop, plan bo'yicha masalan shuni ochganda baribir odamni qalbida qanchadir bo'ladi shunaqa fikr. Qancha vaqtdan keyin foydaga chiqish mumkin mana shu barber shop? Okey, boya aytib o'tganimdek, men bu barbershopdan Foyda uchun emas. bir siman foydaga qiziqmaganman. Xudoga shukr, men o'zimga yarasha klientik bazam bor. O'ziga yarasha sartaroshni taniydi, ko'pchiligi o'ziga yarasha obro' e'tiborimiz bor. Xudoga shukr, shu sartaroshlik sohamdan, kasb hunarim orqasidan pul topaman. Menga shuni o'zi yetadi. Hop, bu masalan mana shu hunaringiz orqasidan oyiga qancha pul topish mumkin? Men O'zingiz. Misol, okey, bordi, yangi boshlagan bolalar, men общийga aytadigan bo'lsak, boshida katta pul kelmaydi, okey. Bu sohada menimcha. Boshida 200-300 $, topsa, bor, okey, men pochkagacha topadigan manshlarim bor. Hop, mana shu hunar o'rganib, shu sohaga kirib, qiziqib borgan odamlar oyiga normalniy daromad qilish mumkinmi? Nech pul? Masalan, yosh bola, masalan, shogird desa ham, o'rganda, yaxshi ishlashni boshlagandan keyin nech puldan nech pulgacha foyda qilish mumkin shu hunarni ketidan? Mana kirdi, okey, baribir tez rezultat bo'lmasligi mumkin. Kamida 2-3 yil ishlagandan keyin unda уже optdan paydo bo'ladi. Klientlik baza ham berilyapti. O'shanda 2-3 yillik master o'rtacha 1,5-2 ming atrofida topsa bo'ladi. Masterda o'zi o'rtacha sartaroshda. Demak, bu biznes asosan как biznes emasda, qanaqa tushuntirsak, bu foyda keltiradigan biznes emas. Bu asosan bundan foyda qiladiganlar masterlar. Shunaqa. Yo'q, foyda qilsa bo'ladi agar tizimlashtirib turib, ko'plab filiallar ochsak, qaysidir ma'noda ancha katta foyda olib keladi. Lekin aytganimdek, maqsad menda bu bo'lmagani uchun maqsad chiroyli qo'yganmiz. Maqsad to'g'ri qo'yilgan bo'lsa, marketing foydasini ko'rib qolamiz, to'g'rimi? Maqsad baribir masterlar rizqini topish uchun yoki oilasini boqish uchun ozgina bo'lsa ham hissamizdan qo'shayotganimizga xursandman. Maqsad shu menda. Hop, agar bir xil odamlar bor, siz qo'ygan maqsadda emas, biznes maqsadida ishlamoqchi bo'lsa, maslahat berasizmi shunaqa ish boshlashda yoki bu sohaga kirmagani ma'qulmi? To'g'risi, okey, aytgandek katta summa qolmaydi. Passivniy kelib turishini xohlasa, pul misol 100 ming yoki 50 ming bor, 30 ming puli bor. Yo'q ketmasin, yoki mashina olib, yoki uy olib muzlatib qo'ying. Mana shunaqa passivniy kelib turishini xohlagan odamlar qilsa bo'ladi. Oyiga mana o'zimdan yaqqol misol 1,5 ming beraman arendada. Misol remont qildi, boshqa qildi, joy oldi, bag'derlar tashlab qo'ydi. 1,5 mingdan ham ko'p ishlasa bo'ladi agarda o'zi yurg'azsa. Men arendadan ketib qoldi, boshqa 2,5 ming, 3 minggacha menimcha chiqarsa bo'ladi bitta barbershopdan. O'sha baribir u yog'i расходlar bo'ladi, okey? Unga ketib qolishi mumkin, bunga ketib qolishi mumkin, lekin agar yaxshi yurg'azsa menimcha 5 minggacha olib chiqsa bo'ladi. Endi u odamga 5 ming qanaqa summaligiga bog'liq. 5 ming katta summami uchun yoki kichkina summami, bu biznesga pul tikayotgan odam uchun. O'ziga bog'liq. Hop. Endi siz shuncha tajribali master sifatida yosh kelajakdagi masterlarga yoki boshqa barberlarga siz tomonidan beriladigan qanaqa maslahat bor? Okey, bu sohada o'zini ustida ishlashdan to'xtash kerak emas. Okey, mana oddiy misol, o'qishga kirgan odam maktabni bitiradi, institut bitiradi, kollejni bitiradi, magistratura, bakalavr, doktorskiy. Bizda ham xuddi shu narsa, okey. O'zidan zo'r masterlarga borib, shogird tushib, malaka oshirib, o'rgansa, qancha opit yig'sa, shuncha o'ziga foyda. Men o'zimdan misol, okey, men o'tgan yil o'zida
mana shu eng zo'r investitsiya bilimga qilingan investitsiya. 1,5 ming, 2 ming dollarga yaqin pul sarfladim bilim uchun, shu sohani rivojlantirish uchun. Shu narsani maslahat beraman. Kimdirlar ozgina pul topyapti, yaxshi mashina olay deydi yoki yaxshi telefon deydi. Oldin ishni rivojlantirish kerak. Ishni zo'r qilgandan keyin o'zi kelaveradi. O'zi keladi. Eng katta ish odam o'zini ustiga ishlagan ish eng qiyin ish hisoblanadi. Xo'p, sizga kattakon rahmat. Qimmatbaho vaqtingizni ayamasdan bizga yordam berganingiz uchun. Sizlarga omad. Sog' bo'ling. Bergan ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, like, komment yozib qo'yinglar. Kimgadir yaxshi master kerak bo'lsa, Sardor akaga murojaat qilaverasizlar. Mana, ko'rdinglar, barbershop nech pul ishlashini yo, nech pul foyda qilishini. Bundan keyingi biznes nima bo'lishini xohlasanglar, komment yozib qo'yinglar. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun donat qilsanglar, biz yanada xursand bo'lamiz. Keyingi bizneslarda ko'rishguncha, xayr.